Bu ma'lumotlarni barcha ota-onalar bilishlari kerak. Sababi mana shu 3 ta dori yosh bolalar uchun, ayniqsa 5 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun juda ham xavfli hisoblanadi. Buni ota-onalar bilmay berib qo'yib, farzandi reanimatsiyagacha tushib davolanib chiqqanlar bor. 3-o'rindagi eng xavfli dori bu loperamid hisoblanadi. Ish to'xtatuvchi bu dori ichak peristaltikasini susaytirish hisobiga ishni to'xtatadi, davolab emas. Natijada axlat massasi ichakda yurmaydi va ichakning xavfli darajada kengayib ketishiga olib kelishi mumkin. Ikkinchi o'rinda xavfli dori bu antibiotik tetrasiklin guruhi hisoblanadi. Tetrasiklin eshitish nervini ishdan chiqaradi. Bu yosh bolalarni karlikkacha olib borishi mumkin. Undan tashqari bu suyak hujayralarini ham ishdan chiqaradi. Natijada bola o'smay qolishi ham mumkin. Birinchi o'rindagi eng xavfli dori esa bu aspirin hisoblanadi. Ming afsuski, ba'zi bir holatlarda shamollash paytida bilmay berib qo'yishadi. Aspirin bu Reya sindromini chaqiradi. Bu jigar va miya shishiga olib keladi. Natijada bu bolani komaga tushirib qo'yishi ham mumkin. Yosh katta insonlar ichadigan barcha qon suyultiruvchi preparatlar tarkibida aspirin bor. Shuning uchun qon suyultiruvchi ichadigan preparatingizni bolalar qo'li yetmaydigan joyga qo'yishingizni maslahat beraman.